39,5 million so'mga bir joyga baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Hozirga charchamang. Necha pul oldi bu? 26 million so'mga baraka bo'ldi. Assalomu alaykum, Vodiy Buqa kanalining ashaddiy obunachilari, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar. Aka necha pul oldi bu? Necha puldan bo'ldi bular? 27,5 sotilmayapti. Ashaddiy kanalimizning aziz obunachilari 2025-yil hafta kuni seshanba 11-noyabr. Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Xoldonbek chorva bozorida Novos qatorida sizlar uchun chiroyli syomka obzor qilib beramiz. Haqiqiy Vodiy kanalining ashaddiy obunachilari uchun maxsus video xudo xolasa. Like bosib kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Sotilgan olingan barakalar barchasini ko'rsatamiz xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Boyaga bilan necha puldan qilishyapti? 20 temporal savdo bo'lyapti. Jupa 40 million ustida savdosi bo'lyapti ekan bir joyi. Hurmatli akalar, mana. Yemga tayyorlari yemlanayotgan semizlarni ham xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Bir dona like bosib kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Katta bo'lmasa akalar. Men qaranglar. Shved disimi, Qirg'izistonning mollari disimi, mol shunaqangi ko'pki ko'rib maza qilasiz xudo xolasa. Qaysi biri sotildi? Qaysi biri sotildi? Qorami? Qora. Bo'yni kal. Nech pul? 19,4 ga mashinasi sotilibdi. 1 million foyda qilishdi. Yo'qmi? Barakasini bersin. Ya, unadi. Barakasini bersin. Zo'r. Vodiy buqalari. Yo'q. Mallalar qarang, mallalar, jonivorlar, ular qarang. Novos masalasida hurmatli obunachilar, kelsanglar ishlarini bitirib ketasizlar, xudo xolasa. Novos shunaqangi seyrobki, go'yoki ariya deydi-yu. Ko'ramiz, xudo xolasa. Bu Greenfordlar kimda? Nech puldan? 27 million 500 mingdan 3 bir joyga sotilibdi, hurmatli obunachilar. Mana. Jonivor buqalarni qarang, hurmatli obunachilar. Nech pul bo'ldi boy aka? Bu 3tasi 80 million bo'ldi. 3tasi bir joyga 80 million so'mga baraka bo'ldi. Mana obunachilar. Xo'p, davom etamiz endi. Greenford avlikollar ham chiqibdi. Aka sotildimi bu? Shef, nech pulga? Sotilib. Nech pul bo'pti aka bu? So'raman. Bu nech pul? Avlikolmi bu? 29 million kam bor. Ve nech pul bo'pti boy aka? Sotilmadi. Sotilmadi. Savdo qilishdimi? Nech pul? 27 million so'm. 27 ga salkam 27 million savdo. 27 ga o'tib beryapti. Yonidagilar ham sizdanmi? Shunday bitta odamniki ekan. Hurmatli obunachilar. Qarang. Boyaga nomer berasizmi ishqoziga? 90li. 547. 3547. Aloqaga chiqarasizlar. Nech pul oldi aka bu? Nech pul oldi shep? 18 million 300 ming. Boyaga nech pul oldi? Nech pul oldi bu? 23 million. Nech pul oldi? Shep nech pul oldi? Bardak. Sizga olib kelib beribmiz bo'pti, 500 mingga bermagan. Aka nech pul oldi boyaga? 22 million so'm. Arzon olibsiz. Maholiga sotdi deb. Arzon olib. 22 million. Ye? Jannimisan jonuka? Hoppa. Bular sotilibdimi aka? Bo'ldi gap yo'q bu. Bozorlarni bersin. Bitish tur. Bo'ldi gap yo'q. Boyaga nech puldan bo'ldi bular? Jupa 40 million bu. 20 dan. Unajinlar. Nech pul oldi bu? Gap yo'q, bo'lmabdi olib ketyapti. Shep nech pul oldi bu? Telefonda gaplashib ketyapti. Boyaga shved buqani nech pul qilishyapti? 26 million 500 ming so'mga sotilmayapti. Uzun novos ekan, jonivor.
Tish buzganmi? Tish buzgan. Ikki tish ekan. Mana uzunligini qarang, ishqibozga nomer berib qo'yaylikmi aka? Ya, bu bozoringizni bersin. Xudo xolasa katta nomoslarga o'tamiz. Kanalimga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Video ko'rib tursin, vodiy buqalari yozib turadi. Vodiy buqalarining oxirida podpisasiya yoki telefoningiz o'zbekchada bo'lsa obuna bo'lishi bo'ladi. To'qol chiqibdi aka. Voy aka, bu nech pul deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz? 35 deyapmiz. Nech pul qilishdi? 28 deyapti. 28 million so'm qilyapti. Keyin men qo'ydim bitta maslahatli. Yaxshi namoz ekan jonim. Baraka bo'ldimi? Ha, baraka. Nech pul? 26 million. O'ylanib o'tirasizmi? Ha? Olaveraman qog'oz. Nech pul bo'lyapti qog'oz? 90 dan olaveraman. 90 dan olaverar ekan. Yaxshi. Barakasini. Boyaga nima deyapti bozor? 27 million so'mga berilmayapti ekan. Mana. Katta narsa ekan bu. Mana. Aka ishqibozga nomer berasizmi? Ayting. 88 dan. 260 260 74 74 dehqonchilik bu? Dehqonchilik. Manzil quvada, aloqaga chiqaverasizlar. Katta novoz ekan bu jonim. Yeb ichish zo'r aka? Javobni olasiz. Umuman kerak emas deb bering. Voy, malades. Ne savdo bo'lyapti. 7 millionga oling. 37 aka shunday syomka qilib qo'y. Iltimos. Yashamayliganda. Yo'q, aka. Dastlabchi. Yana 9 ming so'm. Jipini so'rayaptimi? To'rttasini. Voy aka, qasilari? Mana. Nechmi? 59 ming so'mmi? 36 million 200 ming so'm. Turishi 36 million 200 ming. Taroziga 60 danmi? Taroziga 60 mingdan so'ralyapti. 500 ming Balatovdagi bering. Shved buqala. Bo'lmasa yuring aka, bozor ko'raylik aka, bermasdan. Shuncha odam gapini oling. Maqdayam. Gap yo'q, barakasini bersin. Ne? Oh, sho'q ekan. Nech pul berdingiz boy aka? 26 million 200 ming. Narigisimi? Ha, narigisiga savdo bo'lyapti, shoqli. Yaxshi, barakasini bersin. Xo'p, tarozida ish ketyapti. Tarozidamiz, hurmatli onalar. Sotildimi taroziga aka bu? Bash targ'ilib bitta oyoq tushib ketish keraklar boshqa. Kelmaydi. 56 mingdanmi? Boyaga nech pul baraka bo'ldi? 56 ga baraka bo'libdi. Nechtasi? Ikkitasimi, bittasimi? 56 ming so'mdan taroziga baraka bo'libdi, hurmatli onalar. Arzon bo'ldi. Nech kilo chiqdi? Hozir kilosi bilan. Bo'ldimi? Hozir tarozini ko'ryapti, hamma shu yo'nam. To'xtamayapti. To'rt yuz qirq yettimi? 447 kilo chiqibdi, hurmatli onalar. Gap yo'q. Taroziga sotilganlar, hurmatli onalar. Qochmaylar. O'zi qochiradi. Ha, o'zi qochiradi. Nech pul? Beyler ham qo'zanamsan. Nech pulga berdingiz?
1 million. Nechi pul edi? O'zi nechi pul bo'ladi? 30 million 500 ming bo'ladi. 31,5 million. 30 million 500 ga olingan ekan, 1 million foydasiga savdogar akalarimizga sotdi. Oma buqa gibrid buqa ekan, akalar. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, bugun sizlar uchun Andijon viloyati Shahroncho'ja Holdomiy chorva bozorida buqa bozorida video obzor qilib berdik. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar, keyingi syomkalarda ko'rishguncha. Hammaga rahmat kattagan.